Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga Toshkent shahri Sergeli tumani Qumaru mahallasi, Qumaru masjidi ro'parasidagi ko'chada aynan shu xonadonni topib qo'ydim. Sotuvlari ham katta, menga katta yer kerak, katta uy kerak deganlar uchun zo'r. Ikkita xona tayyor yashashga joylari bor va katta yerlari bor. Xohlaganingizcha qurib olaverasiz. Narxlarni ham chiroyli qilib beramiz deyishyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini albatta bosib qo'ying. Men shu yilning oxirigacha, xudo xolasa 100 ming obunachi bo'lishni niyat qildim, Allohdan so'radim. Bu uchun sizlarning yordaminglar kerak. Podpisatsiya, obuna bo'lish, subscribe tugmalarini shunda bosib qo'ysangiz, sizdan hech narsa ketmaydi. Telefoningiz og'ir bo'lib qolmaydi, lekin meni sizga foydam tegishi mumkin. Qanaqa foydam tegadi? Arzon uy joylarni har kuni bitta ikkitasini qo'yib boryapman. Yaxshi uy joylarni o'shalar sizga nasib qilishi mumkin. Sizga bo'lmasa ham yaqinlaringizga tashab qo'ysangiz, ular bizdan uy xarid qilishlari mumkin. Shu egalaridan biz tavsiya qilamiz, o'zimiz sotmaymiz. Endi o'zimiz qurgan uylarni sotishimiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu uy hozir kirib barchasini ko'rsatamiz. Agar sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepada mana shu nomerlar, meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bu xonadonning egalari nomeri esa mana bu yerda yozilgan va videoni tagida ham yozib qo'ygan bo'lamiz, xudo xolasa. Ketdik, bismillahirrohmanirrohim. Lokatsiyalari zo'r. Toshkent shahri Sergeli tumani Qumaru mahallasi, masjid to'g'risidagi ko'cha. Kiraverishingizda darvoza va eshik qo'yilgan, darvoza baqvat, bemalol 2-3 ta mashinangiz bu yerga sig'adi. O'ng tarafimizda bino tushgan, ikkita xona, sanuzellari bor. Hozir eshigini kaliti topa olmadilar, topib qo'yarlar kalitni. Men rasmlarini shu video davomida qo'yib ketamiz. Ekranning yarmida rasmlar chiqadi. Xona yashashga tayyor, yosh oila bo'lsa bemalol kelib yashasa bo'ladi. Sanuzellarigacha barcha sharoitlari bor. Ikkita daraxt bor ekan, bu yerda xohlasangiz olib tashab, keng qilib semon qivorsangiz, beton qivorsangiz bo'ladi, steshka qivorsangiz va bu yerda mana umumiy maydon. Umumiy yeri sotkhi 802 sotkh ekan. Umumiy yer maydoni 802 sotkh. Hozir endi bu yerga hech narsa ekilmagan, hech narsa qurilmaganiga shu holatda turibdi. Siz bu yerga kelib obod qilsangiz bo'ladi. Bir sotuviga 25 ming dollar so'rayaptilar va kelishtirib beraman dedilar. Ushbu raqamda pastdagi nomerda shu xonadonning egalari nomeri, bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilsanglar bo'ladi. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, o'zim javob beraman. Operatorimiz bilan borib chiroyli qilib uyingizni obzor qilib, YouTube, Instagram, Telegram sahifalarimizga qo'yamiz. YouTube'da hozir siz ko'ryapsiz, Instagramimga, Telegramimga ham obuna bo'lib oling, chunki qisqa videolarni Instagram, Telegramda qo'yib ketyapman. Videoni mana shu videoni opisaniyasida Instagram deganman va link qo'yganman, Telegram kanalim deganman, link qo'yganman. O'sha ikkalasiga ham o'tib obuna bo'lsangiz bo'ladi, chunki uy joylarni qizg'in bo'lyapti savdosi hozir. Bemalol qo'shilib obuna bo'lsangiz, yangi videolar sizda chiqib turadi. Boyga aytganimdek, men yil oxirigacha 100 ming bo'lishim uchun obuna bo'lish tugmasini bosinglar, yaxshi niyat qildim. Xudo xolasa 100 ming bo'lamiz sizlarning yordaminglar bilan. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.